yonadi yulduzlarga muhabbatim. Mashhur qilgan tarona ko'rsatuvining navbatdagi mehmoni xalqimiz suygan xo'ja guruhi Izzatilla Ibragimov. Kunlar bedor azob berib qalbimga, chin sevgimga nega javob bermaysan? Seni o'ylab men har bir nafasimda, bilmasmisan sensiz yashay olmasman, bilmasmisan sensiz yashay olmasman. Izzatilla aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimdan xursandman. Menimcha ko'pchilik aytsa kerak, sizni ko'rsa insonni kayfiyati ko'tariladi. Chunki siz qanaqadir nima deydi, tabassum, samimiylik bilan insonga qarab turishingiz bor. Ko'pchilik shu fikrni bildiradi. Sababi o'sha oliygohda o'qiganimizda mana shu Gollivudskiy ulыбка deydi-yu, shu shiringina, yumshoqqina tabassumni bizga ko'p ustozlarimiz o'rgatishardi. San'atkorsizlar, sahnaga chiqqanda yoki muxlislar oldiga chiqqanda har doim yuzingizda qanaqadir kichkina yengil tabassum bo'lsin. Bu juda ham nimalavajniy narsa deydi-yu, bu juda ham e'tiborli, kerak narsa deyishardi. Bilmadim, mana shu narsa odat bo'lib qolgan bo'lsa kerak, shu rasmga tushsam ham kayfiyatim yo'q bo'lib turgan bo'lsa ham bunday qilib kameraga qarab kulib berishga harakat qilaman-da. Sababi muhrlanib qoladigan narsa, pechat deydi-yu. Vizitna kartochka qaysidir ma'noda. Bo'lgandan keyin, shunaqa bo'lgandan keyin tomoshabin ham, nima tinglovchi ham, ko'ruvchi ham da ko'rgandan keyin baribir uni kayfiyatiga ijobiy ta'sir qilmasdan iloji yo'q. Seni ko'rsam sevinch to'ladi ikki ko'zimga, birga yursam bulutlar to'kiladi izimga. Kech to'ymasman qarab seni bu qora ko'zingga, sen bilmassan hatto oshiqligimni o'zingga. 20 yildan oshiq san'atdasiz. Shu sizni 30 yilga qarab ketdi ketdi, 30 yil deylik va birorta to'y sizsiz o'tmagan o'z vaqtida. Kerakli joyda oilangizga ham vaqt ajrata olmaydigan vaqtlaringiz ham bo'lib qolgan, to'yi ko'pligidan. O'z vaqtida albatta ish juda ham keragidan ortiq ko'p bo'lgan. Aytganingizdek, bola chaqalarimni kechasi shu 2, 3, 4, azonda 5 larda uyga kirib kelinardi. Ular shirin uyquda uxlab yotgan bo'lardi va biza xotinimda ayolim kutib olgandan keyin bir piyola choy ichgandek bo'lardim yoki uyquga yotardim. O'sha paytda bolalarimni birpasda didoriga to'yib olardim. Ertalab yana ular yo bog'chaga ketishardi, yo maktabga ketishardi va o'z-o'zidan men uyqudan turganimda yana ishga ketishim kerak bo'lardi. Ular maktab bog'chadan kelganda men yana ishga ketgan bo'lardim. Ular bilan deyarli bir necha yil qanaqadir muloqot Bo'lmadi. Ish sabab. kam bo'lgan, juda ham kam bo'lgan. Sog'inardim, maza qilib gaplashib, bag'rimga bosib, quchoqlab, ularni erkalab o'tirganlarim kelardi. Shu bitta biron bir kun bo'lib qolsa, maza qilib shu narsadan rohatlanib, shu oilamga ajratilgan vaqtga rohatlanib, ular bilan shu o'zimni vaqtimni o'tkazardim-da. Endi bu qanaqadir o'zini bir davri ekan-da vaqti. Lekin hozir unaqa emas. Hozir maksimum shu oilamga nima deydi, vaqtimni oilam bilan ko'proq bo'laman. Mana ishonasizmi? Kecha shu narsa xayolimdan o'tdi-da. Televizor ko'rib o'tirsam, o'g'lim Amerikadan telefon qilib qoldi-da. Keyin o'g'lim bilan telefonda gaplashib o'tiraman. Televizorning ovozi endi multfilm bo'lyapti, nabiram aylanib yuribdi. Katta nabiram bog'chada, kichkinasi men bilan. Nimadir ham dedi, gap eshitilmayapti-da. Undaq qilib pultni olib televizorni pasaytirsam, kichkina nabiramda keldi-da, televizor ovoz pasaygan. Menga ko'kragimga boshini qo'yib yotib oldi-da. Shu bilan Muhammad amin bilan gaplashib turdik-da. U nimadir ham dedi, "Ada hozir 5 minutda qilib yuboraman" dedi. Bunda telefonni qo'ydim-da. Xayolim o'sha paytda u kelib ko'kragimga boshini qo'ydi. Negadir xayolimga haqiqiy baxt mana shu bo'lsa kerak o'zi deyapman-da. Mana uy joyim bor, alhamdulillah. Mashinam bor, bola chaqam tinch, sog' salomat. Bittasi o'qishda, bittasi ishda, bittasi safarda yuribdi misolcha. Ayolim ishda. Nabiram bag'rimda deyapman-da. Bag'rimga bilmayman, 1-2 minutda boshini qo'yib yotdi-da, yana o'ynab ketib qoladi. O'sha paytda shu xayolimdan o'tdi-da. Haqiqiy baxt endi nima deb o'ylaymiz? Misol uchun biz qanaqadir bizani nazarimizda bir 5 qirrali, 6 qirrali, 8 qirrali bir burchakdan iborat, bir shaklda, dumaloq shaklda emasdir. Mana shu narsadir baxt. O'zi aslida mana shu gaplashib o'tirishimiz, ertalab turishimiz, nafas olishimiz, shu yon atrofdagi jigarlarni, yaqinlarni didorini ko'rish, ular bilan ikki og'iz muloqot qilish yoki
uyga kechki payt ishdan chiqib boradigan paytingizda sizni quchoq ochib kutib oladigan oilangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki yaqinlaringiz bo'lsa, azzami mana shu narsa, mana shu deb baxt. Endi bundan ortiq yana nima bo'lishi kerak? Yosh katta bo'lgandan keyin odam fikrlashi kengroq bo'ladi-yu, shunaqa narsalarning qadriga odam boshqacharoq yetib qolar ekanda. Insonni yaqini yonida bo'lsa, xotirjamligi bo'lsa, inson tashqi ko'rinishdan ham yosh ko'rinadi va doim siz aytmoqchi, gollivudskiy ulыбкада bo'ladi. To'g'ri. ayting kimsiz yana qo'ng'iroq qilasiz kimsiz javob bersam indamaysiz kimsiz faqatgina xo'rsinasiz kimsiz ayting kimsiz nega qo'ng'iroq qilasiz kimsiz javob bersam indamaysiz kimsiz bilaman siz go'zal qiz. Va qo'shiqlaringizga keladigan bo'lsak, endi ko'rsatuvimizdan chetlamagan holatda mashhur qilgan tarona, vaqtida siz uchgansiz-da, to'g'risida, hamma bilgan, ham hozir ham o'sha hech kimni yodidan chiqib ketmaysiz, misol. Nafaqat uchganmiz. Men bitta narsani ko'p muxlislarimiz tan olardi. Alhamdulillah deyman, yorib chiqib kelganmiz. Bizning vaqtimizda ham, bizning davrimizda ham o'sha o'ziga yarasha konkurensiya deydi-yu. Konkurensiya hozir ko'proq bo'lishi mumkin. Qaytanga men ko'proq o'sha payt deb o'ylayman. O'zi aslida shunaqa, hozir osonroq, ancha yengilroq, osonroq va imkoniyat katta hozir. Bizning paytimizda imkoniyat cheklanganroq bo'lganda, aynan bir necha o'sha kanallar bo'lgan, o'shalar orqali bir yorib chiqilinadigan bo'lmasa, boshqachasi imkoniyat yo'q edi. Hozir odamni o'zini mana shu qo'limizdagi iPhone orqali mashhur bo'lish, butun dunyoga tanilish imkoniyati bor. Hech kimsiz, aynan o'zingizning imkoniyatingiz bilan shu narsani qilib olishingiz mumkin-da. O'sha paytda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur kompozitor, xonanda, bastakor, aranjirovщик Ruslan aka Sharipov yordamlari bilan sa'y-harakat, meni prodyuserim, qadrdon do'stim, mana shu xo'ja guruhining asoschilaridan bittasi Yunusali Xo'jabekov sa'y-harakati bo'lgan. Aynan Yunus aytgan, Ruslan akamning oldiga boraylik, shu odamning qo'shiqlari bilan biz mashhur bo'la olamiz. Boshqa qo'shiqlar bilan ketkazadigan uzoqroq vaqtimizni Ruslan akaniki bilan haligi ringga chiqqan boksyorni o'zini udarlari bo'ladi, bitta urganlar aperkot berib turib ag'daradi. O'sha aperkot berib ag'daradigan udarni Ruslan aka qilib bera olinglar bizga deb Ruslan akaga murojaat qilganmiz. Undan oldin qo'shiqlar yozdirishni boshlagandik, lekin natijasini ko'ra olmaganmiz biz. U qo'shiqlar bilan chiqishi effekt deydi. Shu natijani 100% natijani ko'ra olmaganimizdan keyin qimmat bo'lsa ham Ruslan akaga borib murojaat qilganimizda, Ruslan aka birinchi qo'shiq yozib berganlarida 97-yil o'zlarini o'sha 30 yillik yubileylarda aytib chiqqanman birinchi qo'shig'imni. O'zimni turmush o'rtog'imni, ayolimni endi tanishgan paytimiz edi. Mana shunaqa Drujbada Ruslan akaning yubileylarida konsertda chiqyapman. Tushinglar deb ikkita bilet olib berganman, пригласительный. O'rtog'i bilan tushishgan. Birinchi qo'shig'imiz Go'zalim degan qo'shig'imizni aytganmiz va albomimiz shu qo'shiqdan keyin boshlangan. Go'zal bor hayolim olgani sehri bor so'zida, ish qo'tini yurakka solgan mehri bor ko'zida, maslaga zor bo'lib sog'ingan ko'nglimda nelar bor, bu go'zal yor bilmay yetarmi intizor o'ziga. Bir go'zal bor hayolim olgani sehri bor so'zida, ish qo'tini yurakka solgan mehri bor ko'zida, maslaga zor bo'lib sog'ingan ko'nglimda nelar bor, bu go'zal yor bilmay yetarmi intizor o'ziga. Har bitta qo'shiq o'sha bizni kutgan natijani 100% natijani berib, rostakasini aperkot berganda, haligi o'zimizning san'at olamiga yorib kirib kelingan. Bu maqtanishga yo'yishmasa muxlislar faqat. Haqiqatan bu narsani juda ham ko'p eshitardik, ko'p tan olingan. O'zimizning atrofimizda o'sha bor konkurensiyani bunda chetga surib, bunda o'rtaga chiqib kelganmiz-da. Va tan olishga majbur qilingan. O'sha Ruslan akaning qo'shiqlari tan olishga majbur qilingan. Hattoki shunaqa voqea bo'lgan. Men hali mashinam bo'lmagan u paytda. Mablag' yetishmovchilik juda ham ko'p bo'lgan. Trolleybusda ketayotganimda, mana shu Maksim Gorkiy tarafda trolleybusda o'tirib ketayotganda Ko'z jayron qo'shig'i radio to'lqinlari orqali ketyapti-da. Endi men ozmuncha nima deydi? Balkim tanilgan paytim bo'lgan, tanilmagan bilma esimda yo'q. Lekin men xijolat bo'lib ketganman o'sha paytda, trolleybusda o'tirib ketganman-da. O'zingiz qo'shig'ingizni eshitib. Endi birinchi shofyor orqasiga o'tirib olganman, kepkalan kiyimda o'tirib ketyapman. Qo'shig'im radiodan ketyapti shu paytda. Ichida gezar edim, tong chog'i yolg'iz, nogahon uchradi menga
99-yil birinchi bor mashinamni sotib olganman. Nexia bo'lardi, Nexia 1 deydi. Tiko olsam ham mayli, shunga ham roziman deb yurgan paytimda Alloh marhamati bilan berib, shu yangi salondan Sirdaryodan olib kelganmiz. Birinchi mashinam bo'lgan. Mashhurlik kelganini qachon his qilgansiz? Mashhurlik ko'zimni yumib, ko'zimni ochsam mashhur bo'ldim deydi-ku, shunaqa bo'lgan menda ham. 98-yil O'zbekiston xalq artisti Yulduz opa Navro'z restorani bo'lardi. Navro'zda Yulduz shou qiladigan bo'ldilar-da. Qalbingiz kimga intizor bilmagayman, bilmagayman. Yuragimda ne gaplar bor, dilginamda ne hislar bor, bilmagaysiz, bilmagaysiz. Bizda sizda muxlislar bor. O'sha Yulduz shou dasturlarida chiqishimiz ham katta effekt bo'lgan. Klipimiz chiqqan, o'sha O'ynamaysiz nomli qo'shig'imizning klipini televideniya xodimlari o'zim bilan birga institutda o'qigan G'ofir do'stim, G'ofir, keyin O'ktam, hozirgacha O'ktam televideniyada ishlaydi, O'ktam G'ulomov. Shularga iltimos qilib borganman. O'ktam, men qo'shiq qildim. Mana shu qo'shiqda klip olishim kerak. Keyin baribir byudjet hisoblanadi, pul yo'q va qo'limda o'sha bitta musikalniy asbob bor edi, instrument, gitaram bor edi, o'sha gitarani sotuvga berib qo'ygandim. Gitara sotildi deb qolishgan. Shu gitarani pulini klipga tikkanman va shu bilan endi o'rtacharoq bitta klip olganmiz. Va o'sha klipimiz efirga ketgandan keyin bir haftadan keyin o'z natijasini bergan. Ana o'shanda odamlar ko'chaga chiqqanimda qo'li bilan ko'rsatish boshlagan. Falonchi yani xo'jaku yoki Izzat Ibrohimku yani o'ynamaysizku degan narsalar bir haftaning ichida aylanishni boshlagan. Juda ham tez effekt bergan, natija bergan. Ungacha qilingan bir necha yillik mehnatni samarasi deb o'ylaganmiz-da. Klip efirga chiqqandan keyin bir haftadan keyin haliga uyg'onibda mashhur bo'lib uyg'onganman degan payt ana o'shanda bo'lgan. Yuragimda ne gaplar bor, dilginamda ne hislar bor, bilmagaysiz, bilmagaysiz. Bizda sizda muxlislar bor, boshingizda ne xayol bor, menda sizga bir savol bor. O'ynamaysiz, o'ynamaysiz, nega menga jim qaraysiz? O'ynamaysiz, chiroyli qiz, tanho yulduzga o'xshaysiz. Xo'ja guruhi dedingiz, nima uchun Xo'ja guruhi? Xo'ja guruhini nomi boshida Oqshom guruhi bo'lgan, 89-yil va biz guruh tuzganimizdan keyin Botir akam Toshxo'jayev Qars guruhini rahbari bo'lganlar. Botir Toshxo'jayev oldilariga borganmiz. Botir akamni oldilariga borishganda Botir akam ukalarim, qo'ylaring, meni nuqul qo'lim oshga yetdi deganda shu guruh ajrab nima deydi, bir narsa bo'lib ketaveradi. Men ancha charchadim bu ishdan debdilar. Keyin bolalarning shijoatini ko'rganmilar, g'ayratini ko'rganmilar. Aka iltimos, shu bitta bor bizani guruhimizni ko'ring. Xudo xolis yuzingizni yerga qaratmaymiz. Nima siz aytganingizni qilamiz deb amallab guruhga olib kelishgan. Keyin qarasalar bolalar, men ikkinchi xonanda bo'lib ishlardim. Bu 89-yil oxir, 90-yil boshlar haqida gapiryapman. Odilbek Xo'jabekov birinchi xonanda. Men endi ani milliyroq o'zbekona qo'shiqlar aytardim. Odil g'arb qo'shiqlarini, keyin shu sharqiy qo'shiqlarni mashq qilib estradaga направление unga qaragan. Fonogramma degan narsa yo'q. Hamma narsa jonli, o'sha 4 ta muzikantdan iborat. Botir akam bunda bolalar ishtiyoqini, harakatini, g'ayratini ko'rganlar-da, bo'ldi. Birga ishlayman sizlar bilan deganlar, faqat deganlar, endi kelinglar, mana bunaqa qilamiz deb bizga yo'nalish bergan. Yo'nalishni taqsimlab, har bittamiz qilishimiz kerak bo'lgan ishi va guruh qurish kerak bo'lgan ishlarni taqsimlab, yo'nalish ko'rsatib berganlar va Botir akamni yo'nalishlari asosida ish yuritishni boshlaganmiz. Shunda aytganlarki, guruhda 7 kishi bo'lsak, 6 kishi xo'ja avlodidan ekan. Kelinglar, guruhning nomini bir chiroyli qilib xo'ja deb qo'yaylik. Shunda guruhning nomini xo'ja deb Botir akam sabab guruh xo'ja bo'lib qolgan. 96-yil ajrashib ketganimizdan keyin guruhning nomini saqlab qolaylik, Yunus. Keyin mana shu guruhni men davom ettiray deb, shu bilan xo'jani davom ettirib, shu paytgacha mana endi kelyapmiz. Yer osmonga ko'nglini berdi. Yerga befarq emasdi osmon. Baxtli qilar bizni ishq derdi. Muhabbatning so'ziga kirib, yer osmonga ko'nglini berdi. Yerga befarq emasdi osmon. Baxtli qilar bizni ishq derdi.
qachon tarqaydi? Moliyaga taqalsa. Bizda moliyaga taqalmagan, keragidan ortiq zo'r pul topganmiz. Shunaqa kunlar bo'larki, bir kun chirchiqli san'at sohasida yurgan o'rtoqlarim bor. Bir kun bittasi aytdiki, "Izzat maza asarlarga" dedi. "To'y ko'pmi?" dedi. Men aytdimki, "O'rtoq" dedim, "bitta gap aytaman. Charchab ketdim to'ydan" deyapman-da. Men faraz qiling, ertalab ko'zimni ochdim, 8 da misol uchun uyqudan tursam, soat 10:30da ZAKS bo'lardi. ZAKSga borilardi. Jonli ishlashimiz kerak. 10:30da kuyovlar 11larga keladi, kelinni olib keladi. ZAKSdan o'tadigan marosimda biz kichkina kafeda bir 50 ta, 60 ta odamga joy qilinadi. U yerda kelin kuyovni kutib olib, vыступать qilishimiz kerak, chalishimiz kerak. Ular shirinliklar yeb, ichib o'tirishadi, keyin ZAKSdan o'tib chiqib ketishadi. Ketidan instrumentlarni, apparaturalarni yig'ishtirib, chopib borib 12:30-1ga peshinda xotin oshi challar deydi. U tadbirga borishimiz kerak edi. Keyin u tadbir soat где-то 5larda tugib, bizdan kechqurun nikohimiz bo'ladi. Nikoh misol uchun 7:30da boshlansa, biz 6da o'sha yerda bo'lishimiz kerak. Apparaturalar hammasini o'zimiz yig'ishtirib, yana boshqatdan top-toza kiyimlarda yana keyingi tadbirga tayyorlanib olishimiz kerak. Mana shu proses beto'xtov yillab davom etdi. Faraz qiling, endi yil deganda u paytda sezon 6 oy, 7 oy bo'lardi. Misol uchun martda o'rtalaridan boshlansa sezon, noyabr oxiri, dekabr boshlanmas bo'ldi, sezon tugardi. Shu bilan dekabr, yanvar, fevral 3 oy dam olardik biz. Mart o'rtalarigacha taxminan. Shu mana shu 6-7 oy bosib nima qildi, ish bo'lardi. Charchab ketib qolardik. O'shanda chirchiqli og'aynimga men bilmay shu narsani gapirib qo'yganman-da bir kun. Qanaqa bilmay? Mazza har kun to'yga boryapsanlar dedi. O'rtoq dedim, ochig'ini ayting, vobshe jonga tegdi dedim. Men Mamitga keldim shu to'y desam, 1,5 yildan keyin hofizimiz men san'at yig'ishtirmoqchiman, diplomatik yo'nalishda boshqa sohani tanlayman, o'sha bo'yicha ketmoqchiman dedi. Bitta yana muzikantimiz, men ham san'at yig'ishtirmoqchiman. Bitta odam ketgandan keyin qanot ketdi degani-yu guruhni. Shu bilan Botir akam ozgina xafa bo'lganlar. Mana masalaga aytdim Yunus. Baribir shu narsa bo'ldi deb. U 6 yil davom etgan bu narsa. Bir pasda ajrab qolmagan. 90-yilda qilgan bo'lsak, 96-yilgacha bo'lgan. Lekin bar o'sha aytgan narsam bo'ldi deyaptilar-da. Asosiy sabab pul bo'lmaganda, ish ko'pligidan Va sizni o'rtog'ingizga noliganingizdan, charchab ketdim deganingizdan. Men o'sha narsani ko'p eslaganman. Mana shu o'zim bilib bilmay nolib qo'yganman o'sha paytda-da. Bir 5 oy ishonasizmi? Pul har kun pul topib turgan odam rasxod o'shanga yarasha bo'ladi, katta bo'ladi. Keyin 96-yil ish to'xtab qo'ygandan keyin 97-yilda pulsiz qiynalib yuribman-da. O'shani o'ylab o'tirib, o'shanda o'rtog'imga noligan ekanman. Xudoga xush kelmagan ekan mana shu gapim deb qolganman-da. Chunki odam bilib bilmasdanchi gapirib qo'yadi. Gapirish kerak emas ekanda. O'shuning uchun hammasi uchun alhamdulillah deyish kerak ekan. Chunki mana shu turishimizdan o'zi, yurishimizdan o'zi, qilayotgan ishlarimizni bu haqiqatdan bu narsa uchun alhamdulillah deyish kerak. Boshqa gap yo'q deb o'tdi. 17 yoshdan pul topishni boshlaganman. 17 yoshimdan pul topaman dedingiz, san'atdan topgansizmi yoki boshqa ish qilib? Albatta. San'atdan topganman. Birinchi topgan pulim 85-yil, 86-yili biz agregat zavodida Dom kultura bo'lardi. Dom kulturada Ilhom degan guruh tuzganmiz yigitlar bilan. Tuzganmiz, aniqrog'i meni ammam o'sha yoqqa olib borganlar. Konsert berib yurishni boshladik. O'sha guruh bilan repetitsiya qildik. Viloyatlarga mana hosil bayramlari, nimadir tadbirlar bo'ladi viloyatlarda. O'sha yoqqa Dom kultura nomidan bizani jo'natishardi. Konsert ham qanaqa endi? Ustoz san'atkorlar ham qo'shiqlardi, o'zimizda qo'shiq bo'lmagani. Ko'pincha konsert boshlanishda Izzat san chiqqin, Toshkentni onam bilan boshlagin deb qolardi Farhod. Keyin buncha yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang, Toshkanim onam, Toshkanim onam, Toshkanim onam boshlab qolardik. Odamlar bunday yig'ilib kelardi-da. Faraz qiling, o'tib ketayotgan odam, 4 ta dona odam ashula aytayotganini ko'rib, to'xtab e'tibor bilan qarab tursa, mazza qilasiz. Biz yosh bola bo'lganmiz-ku. Orada mana shu konsertlar berib yurdik-da, bir kun keyin Gennadiy Kuzmin chaqirdi-da, "Maya qara, sallaga konsertlaringdan ozgina gonorar yozib o'tuvdim. O'shaning uchun menga qo'l qo'ygin" deb 5 rubl pul bergan menga, 5 so'mda. Voy, men xursandman, endi akasi biz pul olar ekanmiz deb. Shu 1-2 marta o'sha pul oldik, boshqa qildik-da. Keyin men endi o'zimga guruh izlashga tushdim. Etta boraman. Oshna og'aylarim to'yda ashula aytib ber deydi, unisi ani katta opasi uzatirsa ham olib ketadi meni, yoki bir katta opasini akasini to'yi bo'lsa ham chaqiradi, ikkita ashula aytib ber deydi. Keyin men o'zim ashulam yo'q-ku.
u paytda men juda ham qattiq o'zimni ustozim falsafiy qo'shiqlar shohi qiroli deb tan olingan Rustam aka G'oyipovni qo'shiqlariga juda qattiq fanat edim. Har bittasini yodlab yurardim. O'sha paytda juda ham mashhur trendga chiqqan qo'shiq bor edi, Tilla uzukda. Tilla uzuk taqdi qo'lingga. O'sha qo'shiqlarni sevib aytardimda. Borib tilla uzuk aytib ber, deyaverishardi. Xullas borib shu bilan ikkita qo'shiq to'ylarda shu ashula aytib, oshna og'aylarimga aytib yurganimdan keyin mahallada to'y bo'ladigan bo'lib qoldi. Men o'rtog'imni katta opasini to'y bo'lyapti. Qiz oshi degan qiz bazmi bo'lardi. Shu to'yda armiyanskiy gruppa keldida. Keyin shu qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar Adam rahmatli dan so'rashyapti. Rasul aka ayting, ashula aytib bersin deyapti. Yana kichkina bolaman. Keyin bir ikkita ashula aytib ber dedilar. Uyalyapman. Endi qo'ni-qo'shnilar oldidachi xijolat bo'lib ketyapman deyman. Chiq deyishuvdi. Nima qilib chiqdimda. Ya'ni bolalar rus bolalar endi turibdi. Ozarbayjon armiyami rus bolalar turibdi. Nima ashula aytasan dedi. Unaqa Rustam G'oyiv repertuaridan desam, qaysi ashulasini aytasan dedi. Toshko'chani aytdim. Bir mahal endi o'sha o'tirgan kelin dugonalari, qarindoshlari o'sha yerda 3-4 tasi o'ynab ketuvdi. Keyin 40 so'm pul qistirishdi endi menga kelib. Adam o'rtoqlari keyin qo'lingga bir ikkita pul qistir, cho'nchagingni qistirgandan so'ng qo'lingga bir ikkisini berishdi-da. Xullas pulni oldimda, keyin tepaga chiqib, onam rahmatliga berdim. Ona, mana men pul topdim to'ydan debdi. Endi birinchi marta katta pul topishim bo'lsa kerak edi. Chunki bu 40 so'mni hozir bir narsaga taqqoslaydigan bo'lsangiz, bitta studentni stipendiyasi 40 so'mmi, 42 so'mmi bo'lardi o'sha paytda. Keyin onam rahmatli xursand bo'lib duo qildilar o'shanda-da. Shunaqa qilib o'sha ani boyagi 17 yoshdan pul topishni boshlaganman deyotganim mashinaga taqa. O'zi aslida 13-14 yoshdan 5 so'mdan olishni boshlaganmiz. Lekin u regularniy bo'lmagan va ozgina pul bo'lganda, kam bo'lib bo'lgan. Bir kun uyda o'tirsam, Yunus u paytda to'yga yurardim, guruh bor. Endi ashula qo'yganman. Yunus keldi, yur bir joyga borib kelamiz dedi. Chorsta lagmanniy bor-ku. Lagmanniga bordik-da, hamoyib o'tiribmiz dedi. Men qara, nima ishla qolsan dedi. Shu ansambl rivojlantirish bilan mashg'ulman dedi. Yangi ashula, yangi repertuarlar qilmaysanmi dedi. Pul kerak-ku hamma narsaga dedi. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. U paytda ham bitta ashula qilish $50, $100 eng mundaroq san'at anaqa aranjировщик qilgan bo'lsa, Ruslan Sharipov $350 dan $500 gacha qilardi shu paytda. O'sha paytda. Oh. Bitta kvartira 1,5 ming, $1,700, $1,600 turadigan payt, $2,000 gacha turadigan paytda shunaqa pul kerak-ku bilasan-ku desam, nechta pul kerak dedi. Mana 5-6 ming ketsa kerak desam, bo'ldi, men beraman senga dedi. Nima qilib berishim kerak uni evaziga desam, hech narsa qilib berishing kerak emas dedi. Biz do'stmiz-ku, og'aynimiz. Sen oyoqqa tursang, men xursand bo'laman. Bo'ldi o'rtoq dedim, men ertaga boshlayman deb, o'shanda ijod Ruslan aka bilan boshlangan. Birinchi qo'shiq o'zida bitta she'r olib keluvdik, bittada ashula qilib berdilar. U bizga ma'qul bo'ldi. Keyin qo'shiqlar ketma-ketligini reja asosida nima qo'shiq qilamiz? Ota-ona qo'shiq haqida, anu haqida, mana bu haqida boshlandi-da. Tematik. Qaysidir ma'noda qarang, endi shu darajada o'rtoqchilik bo'lgan ekanda, siz uchun pul tikyapti. Hozirgacha shunaqa. Odamlarga hammaga yaxshilik qiladigan inson. Hozirgacha mana 89 bo'lsa, 40 yil bo'lyaptimi? Hozirgacha biz do'stmiz, qadrdonmiz va har oy o'sha bir marta, ikki marta ko'rishib, do'stlar bilan didorlashib turadigan eng qadrdon do'stlar qatorida do'stim. Hattoki mana yaqinda Amerikada 3-4 yil yashab keldi. Men bitta qo'shiq qiluvdim. Do'st haqida-da. Instagram tarmog'idan to'rt qator qo'ysam, Yunus akamga aytdingizmi deyishyapti. Odamlar bilishadi-da, Yunus akamga aytdingizmi, Yunus akamga aytdingizmi? Qadrdonim do'stim, qadrli do'stim, qadring baland, qadding tog' bo'lsa bo'ldi. Qiyomatli do'stim, chin sodiq do'stim, aziz boshing omon sog' bo'lsa bo'ldi deb Yunusga, Yunus qatori yonimda bir necha do'stlarim bor men. Bular shunaqa do'stki, hozir unaqa do'stlar yo'q. Bular samimiy do'st. Sizni qanday bo'lsangiz shunday yaxshi ko'radi. O'zini mehrini ko'rsata oladigan do'stlar bor-da atrofimda. Zo'r ulfatlarni yig'ish uchun, ularni atrofida jamul-jam bo'lish uchun o'zi ham shunaqa bo'lish kerak. O'ziga o'xshagan bo'ladi har doim. Shunaqa. Ani aytadi-yu, do'stlaringni ko'rsatgan, seni kimligingni aytib beraman. To'ppa-to'g'ri. Siz bizani kimligimizni aytadigan mana shu yon atrofimizdagi qadrdonlarimiz bo'lar ekan-da. Izdil aka, bir gap bor. Inson mana qanchalik mashhurlikka erishgan sari o'zini yo'qotishni boshlaydi.
Har xil etapda. Bir xillar yo'qotmaydi. Bir xillar baribir ana 5 minutga bo'lsa ham shamol o'tadi-da. Bo'ladi. Va shunaqa insonlar borki, mana hozir siz sababchiligini tan olib va shu inson orqali shunaqa bo'lganingizni sabab qilib keltirib beryapsa, bir xillar tan olmaydi. Vaholanki, unga ham kimdir yordam bergan aslida-da. Lekin aytadi, "Yo'q, man" de. Sizda man emas-da. Sizda aniq insonlar bor. Ammam olib kirdi. Bu ustozim bunaqa qildi. Sizda doim kimdir bor va shuni tan olib aytganingizni o'zi men uchun to'g'risini aytaman, hamma ham tan oladi. Izzatilla aka, nimani ko'p sog'inasiz yoki kimni ko'p sog'inasiz? Bilmadim, men Sog'inmaysizmi hech nimani? bo'ladi, kimnidir ko'rgim keladi, nimadir ko'rgim keladi. Bu to'xtovsiz sog'inch bir narsa bo'lmaydi menda unaqa narsa. Agar ota-onamni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, men har kuni muloqot qilaman-da ota-onam bilan. O'tib ketishgan ota-onam. Adam rahmatli 2002-yil olamdan o'tdilar. Mana Juda yosh o'tgan. 24 yil bo'ldi olamdan o'tganlarga. 60 yoshda o'tganlar. Onam rahmatli 12 yil bo'ldi olamdan o'tganlarga. Akam rahmatli 19 yoshlarida 90-yil olamdan o'tganlar. 36 yil bo'ldi bu yil. Akam rahmatli olamdan o'tganlarida men bir kunda ulg'ayganman. Endi ota-onamga haqiqiy nima deydi? Yelka bo'ladigan. Yelkatosh bo'lishim kerak. Akam o'tdi. Chunki mana katta opamlar borlar, keyin akam, men 3-farzandman-da oilada. Uje akam ularga yelkadosh bo'lish kerak bo'lsa, akam olamdan o'tib qoldilar. Endi men opa-singil, aka-ukalarga qarashga, ota-onamga ko'makchi bo'lishim kerak, yordamchi bo'lishim kerak degan fikr o'shanda uyg'onib, undan oldin ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin o'shanda qat'iy nuqta qo'yiladi-yu. Ketib. Shunaqa nuqta qo'yilganda shu narsaga. Sen mening ushalmas orzularimsan. Bir umr hamrohim azoblarimsan. Yurakka yozganim armon xatimsan. Muhabbatimsan. Sen mening tark etmas shirin xayolim. Javobi topilmas mangu savolim. Qo'llarim yetmagan parizodimsan. Muhabbatimsan. 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 Nega mendan ketgansan? Rahmat. Hozirgacha muxlislar shu qo'shig'imizni aytib borsak, so'rashadi albatta va to'ylarda o'zi bu ayriliq haqidagi qo'shiq, lekin tansa tushadi-da shunga. Gimim qilib. O'zimga bir xil paytda xijolat bo'laman-da, ular o'ynashadi, maza qilib. Endi bilmadim. Juda to'y desak, menga qanaqadir bir bilmayman. Erish tuyuladi. Erishroq tuyuladi. Sababi san'atkor. Hozir endi shunaqa bo'lib ketdi zamon. San'atkor yoki qo'shiqchi, san'at ahli, xoh u boshlovchi bo'lsin, xoh raqqosa bo'lsin, xoh o'sha nima deydi, muzikant bo'lsin, faqat qarash faqat to'yga qaratilganda bizada. Sababi daromad topish manbai nima deydi, to'ydan bo'lgani uchun-da. Lekin bizni boshqacha qarash bilan bu sohaga kirib kelganmiz-da. O'sha mashhurlikni ketidan intilib, shu o'zimni qanaqadir mana hozir gapirib o'tdik, vizitniy kartochka deysiz-ku, o'sha vizitniy kartochka qo'shiqlarim bo'lsa, meni ham qo'shiqlarimni odamlar eshitsa, etsa, tillaga tushsa, doston bo'lsa, o'sha qo'shiqlarim umrboqiy bo'lib yashasa degan qanaqadir xayol bilan kirilgan, shunaqa orzu niyatlar bilan kirilganda va alhamdulillah shunaqa orzu niyatlarga yetib kelyapmiz shu paytgacha. Izzatilla aka, bugungi suhbatingiz uchun rahmat. Maza qildim. Siz bilan birga o'sha 30 yilga qaytdim. To'g'risini aytaman, ko'z oldimga hamma narsa keldi, chunki har bir narsani shunaqangi nima deydi, tasvirlab gapirib berar ekansiz-da. Men uchun bugun boshqatdan ochildingiz. Kelganingiz uchun rahmat. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat. Omad tilab qolaman. Katta rahmat. Menga bitta bola rosa qarab o'tdi. Ko'ngil ko'kshikuli ko'k sen o'zingga ishon. Aylanadi yulduzlarga muhabbat.